Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpisчиклар, jentlmenlar. Zo'r havo, ha? Ishda yaxshimizmi? Sog'-salomat yuribmizmi? Xudo shukr, zo'r. Nelar kelding bizani? Biz bugun Tandirchiga keldik. O'zimizning Xiva qurugidan bir 5 kilometr yursak Tandirchini Qaravanda ham xonasi bor. Xonada bir hovli joyimiz chiqdi, ikki etajli zo'r mastada joylashgan. Kvadrati 207 kvadrat metrda joylashgan. Shu to'yxonamizdan chapa yo'l bor. Shu chapa yo'ldan kirib ketamiz. Bir 300-400 metr yursak, hovli joyimizga yetib boramiz. Maktabdan, bog'chadan, magazindan hech qanday problema yo'q. Yana yonboshimiz butun magazin. 300 ham yuridi bu yerda, ha? 300 marshrut yuridi. Damazmi, avtobusmi, 4000 so'm bilan Dekkan bozordan keladi. Suhrab keldikmi obyektga? Ha, xudo xolasa obyektga keldik. Qancha ekan bu razmer? Bu Tandirchidagi uyimiz 205 kvadratda joylashgan, общий yer maydoni. Joyimizning qurilish maydoni asti 147 kvadrat metr. Ko'cha fasadlariga qaraganda bo'lsa, Ruslan ozgina travertini ochib bersa, cho'tki 2 etajli joyimiz bo'ladi. Yana chap tomonda gaz o'chiruvchilarimiz joylashgan, o'ng tarafda svet o'chiruvchilarimiz joylashgan, balkonlarga hech kimga qiynalib qo'yilmagan, ikkinchi etajdan tuzilgan, polni chiqib dursa bo'ladi. Zeleniy zona bor ekan, ha? Damda kichkinagina zeleniy zonachasi bor. Yana xohlasa 2 mashina sig'adi, Sekretariyana havas tashkilasi bo'lgan. Bir fasadi bo'lmagan, fasadini komslar bilan kelishilgan holda essa bo'ladi unda. Asa ichi bilan tanishtirib o'tamiz. Tanishtirib o'tsak, Ruslan. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Hamma nasib qilsin shunday jalada yashab o'tirish. Oh, daloncha bu yer, ha? Ha, bu yer daloni. Laminat döşelgen, ha? Ha, laminat döşelgen. Ne bir de Avtomat счетчиктер, her bir xona отдельный. Her bir xonaniki отдельный. Razmeri nechaga berniki? Berni razmeriga qarab bo'lsa, Ruslan'a 395. Hisob. Tushunarli. Oboylar ham urilgan bu yerda, ha? Oboylar urilgan. Mo'sh. Dalagilar lampochkalari qistirilgan. Потолоки натяжной. Yana bir ugal qo'yib yashaytdan, ha? Ha, bir ugal qo'ysa, bianotrezor qo'yadigan mestalari bilan montaji bitgan, razvedkalari bor. Internetdan o'tgan ekan, ha? Wi-Fi, jipon. Interneti, Wi-Fi hammasi bor. Tak, necha xona bor bu yerda bizada? Dalomizdan to'g'riga kiradigan bo'lsak, bu yer spalniy, zal atsam. Yoki zal o'xshaydi menimcha. Ha, men patologlarni ham ko'rsating. Natijnoy tortilgan bu yer, ha? Hisob. Pasvetkalar bilan. Pasvetkalar bilan. Ha. Akoplastikda qo'yilgan registrlar bor ekan. Registrlar qo'yilgan. Aynalar oyna plastik. Baxtaman qarab turishdi, ha? Bu xonamizning oynasi bog' tarafga qaragan. Ya do'stlar. Necha ekan buning razmeri? Bu yerning razmeri 5/390. Bo'ladi. Eshiklarga e'tibor berdim men. Zakazning eshiklar ekan bu yer. Zakazning eshikdan qo'yilgan. Ey. Qimmat qilan. Prosto eshikdan emas. Hisob. Biz zali dam qildiramiz. Bu yana keladigan bo'lsak, beramiz kuxni. Bu joyimizning hamma narsasi ketadi, pustoy holatda topshiriladi, sotiladi. Bu yerimizning yana kuxnini, patologi plita bilan bostirilgan. Plita bilan bostirilgan. Eshiklarimiz shu taqda eshikdan zamonaviy. Shpoqlovkadan chiqqan ekan, ha? Shpoqlovkadan chiqqan, oynalarimiz bog' tarafga qarab turibdi bu yerniki. Hisob. Bedayna registrlari bor. Ya do'stlar, bog'im yomon emas, katta razmerda. Daraxtdagi bashi ham beri. Odim ulug' ekan. To'q boqib turibdi ya, do'stlar. Qaroqlarimiz ham bayna Efir, двухконтурный котел. Bu yerimizda Ruslan'a atshada yo'q. Birinchi etaj polni 100% teplый pol. To'pli pol bo'lgan bu yerda. Bu yer kuxnya emas. Bog'im taraf bizada sanuzel o'xshaydi, ha? Kuxnyadan chiqib o'nglaylansak, sanuzelimiz. Bu yerimiz yana Allohda deni, dushovoy. Patologlarimiz natijnoy. Issiq sovuq suvlarimizga yetib turibdi. Hisob. Eshiklarimiz taxta eshikdan. Tayyor. Aristollarimiz bor. Bu yer tualet o'xshaydi, ha? Hojatxonasi. Yonboshidagi xona emas, hojatxonasi, bu отдельный, ichida emas. Bu yer ham patologgacha kafe, patolog natijnoy. Tortilgan ekan, ha? Ha, issiq sovuq suvlariga yetib turibdi. Hisob. Suvlar muammosi yo'q. Tak, keyingi xonamiz bizada. Bu yerda zalning boshida yana Zal yoki spalni ber, ha? Ha, bu yer spalniy. Spalniyimizning oynasi yo'l tarafga qaragan. Oynalarimiz plastik akvariumlaridan. Setkalar qo'yilgan ekan, ha? Otoplenamiz o'tgan, registrlar bor.
Bu yer ham shu oddiy fon bo'lgan, ozgina fon bersa. Razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 350 ga 5. Hisob bo'ladi. Pollari laminat bo'lgan bu yerning. Taxta eshiklari. Birinchi etajimizda bir dona zal, bir dona dalan, bir spalniyasi bor. Samozyollar bilan hojatxonasi dinna joylashgan, keyin kuxnyamiz bor. Общий xonasi 4 xona birinchi etajda. Endi ikkinchi etaj bilan tanishtiradigan bo'lsak, Ruslan'a ikkinchi etajga chiqaverishdan 2 dona svetnikimiz bor, pro degan. Zinalarimiz quyma beton. Hisob. Yani dostlar, xudo xolasa yuqori ham chiqdik. 10 tarafda bizda spalni o'xshidan. Beramiz spalni. Razmeri necha ekan bu xonani? Bu yerning razmeri Ruslan'a 385. Bu yerning patologi gipsokardon bo'lgan. Devorlari shpakovkadan chiqib turibdi, bir qator fon bersa bo'ldi patologini shpakovka urib. Endi laminat. tok qo'yilgan, konditsioner uchun. Konditsioner uchun qo'yilgan. Oynalarimiz yana bu yerniki yo'l tarafga qaragan. Balkon ham bor ekan, ha? Ochib ekani? Hisob ya. Ochib qo'yasan, toza havo kelib turaveradi ekan do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Balkondan qanot. Qani do'stlar, davom qildiramiz. Ikkinchi qavatning birinchi xonasi bu. Tushundingmi? Chiqaverishda do'stlar, bizda do'rimizda ikkinchi xonamiz. İkinci xonamiz bu bizda zal bo'ladi. Taxlamin deb degan skladovka hisobida ishlatib turibdilar. Doğru mu? Evet, yerimiz az. Razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 5 ga 390. Bo'ladi. Zalimiz. Shunday holatda. Evet, bu yer bitta qarashkat dedim. Bo'ladi. Shpakovka fon bersa çok. Keyin xona o'tamiz. Uchinchi xonamiz. Bu yer ham shu. Spalni xona, ha? Bu yerimiz spalni. Uchinchi xonamiz. Bu yerda patologlari gipsokardon bo'lgan, shpakovka urib fon bersa çok bo'ladi. Ya bağından gözet bedemiz ya dostlar, ya şunday holatda. Bu bizda 3-xonamiz, ha? Bu samozyollar ikkinchi etajniki, отдельный. Bu yer ham shu prosta suvog'dan chiqib turibdi. Suv turbalari kelgan. Cho'qib tashlagan ekan, ha? Shunday holatda. Bu yerimiz samozyol bilan bu yerning ikkinchi etajning koridori to'pli pol bo'lgan. Bu yer ham kiradi qishni kuni. Oxirgi xonamiz. Oxirgi xonamizga keladigan bo'lsak, bu yerimiz spalnya, yoki zal. Zal ham bo'ladi, spalnya ham bo'ladi. Pasti bilan bir o'xshaydi razmerlar. Past bilan razmer 1. Bu yerning razmeriga keladigan bo'lsak, 5 ga 350. Ya do'stlar, shunday holatda zalimiz. Yomon emas, shu paklovkadan chiqqan bu yer. Fon yoki oboy berish kerak. Nima deydi, oboy ursa cho'tki bo'ladi. Ishda qo'yilgan. Eshiklar taxta eshik. Bunda ikkinchi qavatda bizda 4 ta xonasi bor ekan, bir sanuzyol. Tushundingmi? 4 xona samozyollar bor. Tahlidon ishlari bor ekan do'stlar, ko'rib Razgina rasxod. Ozgina bir 50 so'm 60 so'm sursa, ikkinchi etaj ham tayyor. Mana do'stlar. Endi do'stlar bir qator tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Havoja gap bo'lishi mumkin emas. Почти 80-90% bitgan. Yuqorgi etajda ozgina taxlandon ishlari bor ekan do'stlar. To'g'rimi? To'g'ri. Dokumentlar taqmagan. Dokument tayyor. Tekshirdingmi? Oladigan odam bo'lsa, bemalol tekshirtirib, notariusning ichida pulini tashlashi mumkin. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q ekan. Gaz, svet, suv, bog'cha, maktab, marshrutdan hech nimadan muammo yo'q. Eshikni oldidan chegaradi marshut, 300 marshruturimiz yuradi. Dekkan bozordan o'sha ko'chani oldidan o'tadi 300 damazimiz. 4000 so'm bilan keladi. Turibdi, shuning uchun sotib olib qo'ydi. Avval 600 million deb chiqargan, hozirda arzonlashtirildi. 580 million deb turibdi, yana kelishiladigan yeri bor. Kimdir shu joyimizga aytgan bo'lsa, bemalol ekran ostida nomerlari bog'lanib, kelishib sodalashib olarsiz. Keyingi videoda shuncha xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar. Пока.